Biz ovoz berganimizni yutib ola olmayapmiz. Ya'ni aholimiz kam. Katoklar chiqib endi asfaltga kelganda to'xtab qoldi. Mana shu narsaga necha yil bo'ldi? Demak, ya'ni oldin qilinishi kerak bo'lgan. Kerak bo'lgan, lekin mablag' qayerga ketgan? Na osveshение bor, na loto qo'yilgan, na boshqa qilingan. Agar yomg'ir yog'sa yurib bo'lmaydi. Syomka qilmasdan turib gaplashsa bo'ladimi yo syomka sразу tasadduq bo'lishi kerak? Hokimiyatga necha marta bordinglar mana shu yo'l masalasi bo'yicha? 7-8 marta bor. 7-8 marta. Tuman hokimining o'zi bilan ko'rishdinglarmi? O'zlari bilan ko'rishdi. O'sha aholini ko'chaga yog' berishga sarson qilib yurgan rahbariyat o'ylash kerak bo'lgan muammoda bu. Necha marta yiqilib tushyapti mana shu yo'lda. Yurib bo'lmaydi. Hali ham quruqchilikda keldinglar sizlar. Yomg'irda, qorda kelinglar. Nega qayta ana birlashgan qilinadi? Nimaga? Ikki martadan. Asfaltini borib ko'ring. Hali mana bunday. Vaqt ajratib shaxsan o'zim ko'raman. Mana shundoq. Mana shundoq. Bu mahalla biron marta qilinmagan. Biron marta qilinmagan. Aholi hozir yosh bolalar shu yerdan o'tib qaytadi. Kechasi qorong'ida shu yerdan o'tib qaytamiz. Assalomu alaykum hurmatli Haqiqat ovozi kanalining kuzatuvchilari, qadrli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Biz bugun Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidan aholi murojaat qilib chaqirishgan. Toshkent viloyat hokimligiga murojaatimiz bor. Tuman hokimligi bizni murojaatimizni atroflicha ko'rib chiqishmayapti va mana bu aholi kam istiqomat qiladigan yo'limiz abgor ahvolda, ayni yog'ingarchilik kunlarda kirib chiqish imkoniyati yo'q va o'sha mazkur murojaatimizni viloyat hokimligiga yetkazib bering deb chaqirishgan. Mahalla raisi keldilar hozir. Rais boy, assalomu alaykum. Mahalla raisisizmi? Sonlaringiz yaxshimi, charchamayapsiz? Assalomu alaykum. Zo'msiz. Ismim Xurshid, Haqiqat ovozi kanalidanman. Biz aholi murojaat qilib chaqirgan mana shu yo'l masalasi bo'yicha. Bu masalani ko'tarib chiqqanmisizlar hokimlikka? Mana shunaqa yo'l bor, aholiga kirib chiqish yo'llar yo'q, lekin istiqomat qiladi, aholi soni ko'p. Ko'tarib chiqqanmisizlar hokimlikka? Hokimiyat nima deyapti hozir? To'g'rilayman deyaptimi bu joylarni? Syomka qilmasdan turib gaplashsa bo'ladimi yo syomka sразу tasadduq bo'lishi kerakmi? Yo'q, bu hali tarmoqqa chiqadigan Mayli-da, endi tasadduqdan odamga savol beryapsizlar-da, oldin nima gap, nima so'z, keyin syomka qilsang bo'lardi-da. Yo'q, sizni misol uchun biz bu yerga negativ kayfiyatda kelmadik. Biz faqat savol bermoqchimiz. Ya'ni shu aholining turmush tarzi, mana shu yo'llarning noqulayligi, bir necha marta biz hokimlikka chiqqanmiz, murojaat qilganmiz, hokimiyat qilamiz deyapti. Lekin bironta bir chora yo'q, harakat yo'q deyapti. Undan tashqari bu mahallaga kirib kelish yo'llari bizni qiynaydi. Mana shu aholi mana shu yo'ldan chiqib boradi deydi, qish yog'ingarchilik kunlarida. Masofa uzoq. Yana mana bu hurmatli tomoshabinlar, sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu Food City bozori, ya'ni Toshkent shahar Yangi hayot tumani yo'lining bu yog'i, ya'ni o'sha O'rta Chirchiq tumaniga qaraydigan hudud. Aynan bu joyda hozir Toshkent shahar hududiga yaqin joyda bunaqa holatda bunaqa ko'chalar bo'lishi men tasavvurimga sig'magan edi. Yana hozir bir narsa bizni ta'jublantiryapti. Aynan open budjet masalasi bu men tushuncham bo'yicha bu korrupsiyani bir yangi ko'rinishi deb hisoblayman. Chunki shunaqa hududlar bor, ular open budjet o'ynasa ham yuta olmaydi open budjetni. Chunki aholi soni kam. Kelinglar aka, birga turinglar, mana mahalla raisi bilan mana o'zlari keldilar. Mana shu holat bo'yicha, mana shu xalqni mana shu mahallani qiynayotgan masalalar bo'yicha chiqqanmisizlar hokimlikka? Chiqqanmiz. Nima degan javob berishyapti? Ana boramiz, mana boramiz kelishmaydi. Hech kim. Mana shu kishilarni hammamiz necha chiqdik. Bu birinchi yil chiqishimiz emas. Mana shu yerga kimki 1 yil oldin, 1 yil keyin ko'chib kelgan bo'lsa, hamma chiqqan. Shu yo'l masalasi bo'yicha, suv masalasi bo'yicha skoriy chaqirsak, mahallamiz qayerdaligini topa olmaydi. Men o'zim ham hozir zo'rg'a topdim-da, bunaqasiga aylanib kelsa ham yo'q, bunaqasiga. Hozir o'sha transport kiradigan yo'l, hozir biz kirib kelgan yo'l, boshqa yo'l yo'q. Bu yoqdan yo'l bor edi, hozircha qayerda yo'l? vaqtinchalik bekitib qo'yishgan hozir. Mana bu yangi yo'llarni anaqa qilgandan. Agar aka biz noto'g'ri informatsiya berayotgan bo'lsak, siz tushuntiring. Yo'q, unaqa emas, mana joyda bor. Yaxshi. 1042 ta xonadonimiz bor. 8 ta ko'chamiz bor. O'chaqli mahallada. Shu 8 ta ko'chadan 6 ta ko'chamiz
asfalt bo'lgan. Aha. 6 ta ko'chamiz. Hamma ko'chalarga 2022-yil obod mahalla yilida suv o'tkazilgan. Ichimlik suv o'tkazilgan. O'sha obod mahalla, obod ko'cha yilida mana shu ko'chalarimiz ham o'sha nimaga loyihaga tushgan. Mana shu Fayzobod ko'chamiz ham tushgan. Endi o'sha paytda nima bo'ldi, nima qo'ydi? Mana shu ko'chamiz qolib ketgan. Bu ko'chamiz bilan birlashgan ko'chamiz bilan qolib ketgan. Nima sabablarga uni bilmayman men, chunki u paytda rais emasdim. Mana qolib ketdi. Endi ko'cha masalasi bu yerda 3 ta joydan kirib keladigan joy bor. Transport kirsa bo'ladi. Transport kirsa bo'ladi. Hozir vaqtincha mana yerda yo'l tushayotganligi uchun, qo'shimcha nima deydi, karmashka yo'l tushgani uchun hozir vaqtincha u suvni bekitib, yo'lni bekitib qo'ygan. Shuning uchun hozir u tomondan kirib kelinyapti. U tomondan kirib kelinyapti. Boshqa bir anaqasi yo'q. Endi o'tgan yili mana mahalla, endi bilasizlar, hamma respublika bo'yicha hamma joyda open byudjet degan narsa bor. Shunaqa. Open byudjet degan nimaga o'tgan yili loyihaga qo'yganmiz. Yo'q, endi hozir o'zingiz aytyapsiz-da, ya'ni obod mahalla dasturiga tushgan bo'lsa, bunga sarmoya ajratilishi kerak bo'lgan. Ya'ni u necha kilometr joy bo'ladi, boshqa bo'ladi, sarmoya ajratilib, mana shu mahalla asfaltdan chiqadi degan loyiha bo'lgan bo'lishi kerak. Lekin bu ko'cha qolib ketgan deyapsiz. O'sha ko'cha qolib ketishida aholini bironta bir xatosi bormi? Nimadir topshiriq bergan bo'lsanglar, bajarmaganligi uchun qolib ketganmi? Yo, bu o'sha tuman hokimligi, tuman mutasaddilarini bir qanaqadir xatosi bilan qolib ketganmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Endi u davrda men masalan rais bo'lmaganman. Nima sababdan qolib ketganligini men bilmayman. Lekin boshqa ko'chalar hammasi beton bo'lgan, asfalt bo'lgan. Borib bemalol ko'rish mumkin. Bu ko'cha nima sababdan qolib ketganini men bilmayman. Lekin o'tgan yili mana open byudjet degan loyihaga kiritdik. Open byudjetda mana shu loyihada har bitta o'zimiz fuqaromiz o'zini ovozini berish kerak. Endi o'zini ovozini berib tasdiqlash kerak. Mana shunday bo'lish kerak-da endi. Open byudjetga kirib o'ynadinglarmi open byudjet? Qarang, open byudjetda biz hozirgi rais bu to'g'ri yaqinda bo'lgandir. Biz agar adashmasam 4-marta open byudjetga kirishimiz. 4-marta. Lekin aholi sonimiz xuddi rais bo'g'an aytganidek, to'g'ri, mahallamiz kattadir, lekin ko'chamizdagi aholi sonimiz 93 ta rais bu. Biz ovoz berganimizni yutib ola olmayapmiz. Ya'ni aholimiz kam. Xo'p, hammamiz bittadan ikkitadan ovoz berganimizda ham qancha ovoz bo'ladi? 93 ta. O'zi kamida kuchda 10 talikka kirish uchun kamida 1200-1300 ovoz olish kerak. Ana shunda bizga yutishimiz mumkin. Lekin ilojimiz yo'q. Ko'chamiz qolib 4-marta qolib ketyapti. 4-marta ola olmayapmiz. Kuchimiz yetmayapti, ola olmayapmiz. Ovoz mana raisning o'zi ham yugurdi biz bilan, boshqa qildi. Biz raisni aybdor qilayotganimiz yo'q, boshqani emas. Lekin qolib ketyapti. Iloji yo'q. Kuchimiz yetmagani uchun qolib ketyapti. Ko'chamizning ahvolini qarang. Asfaltchina yo'q, boshqa yo'q. To'g'ri, mahalla raisi aytganidek ko'p joylar hammasi obod bo'ldi, lekin bizning ko'chamiz qolib ketyapti. Hamma narsadan qolib ketyapti. Na asfaltchina bor, na lotok qo'yilgan, na boshqa qilingan. Agar yomg'ir yog'sa yurib bo'lmaydi. Bolalarimiz maktabga boramiz. O'zimiz ham ana transportga chiqishimiz kerak. Bu yoqqa o'tamiz, bu yoqqa o'tamiz. Hozircha bitta mana rais bo'y aytayaptilar, mana bitta yo'limiz to'g'ri, hozir remont bo'lgancha yopib turibdi. Qolgan boshqa naryoqdan kiradigan yo'l bor, bu yoqdan kiradigan yo'l bor. Boshqa ikkitagina yo'limiz bor. Unda agar bu yopiq bo'lsa bitta yo'l bor. Bitta yo'limiz bor. 8 ta yo'l deb qayerda aytayaptilar? Men bilmadim, qayerda aytayapti, men tushunmadim. 8 ta yo'l. Qayerda bor? Naryoqda gapirdi. Siz noto'g'ri aytdingiz, 8 ta yo'l degani 8 ta yo'l dedi. ko'cham bor. 8 ta ko'cha bor. 8 ta ko'cham bor, 8 ta mahalla degani bu. Ko'cha bularga kirib keladigan yo'l ana shu yerda. Yo'q, men o'yladim 8 ta ko'cha degani, ya'ni o'sha shahar bilan bog'lab turadigan 8 ta ko'cha bormikin deb o'yladim-da. Bu yo'l deyapsizlar, bu yo'l emas, bu uchastkasi bu. Bu uchastkasi o'tadigan joy bu. O'tadigan joyimiz u narigi boshida chiqadi, ko'chaga chiqib boshga chiqadigan. U boshida o'rtadagi u yoqda. Yana bu joyda hozir men tushunishim bo'yicha bolalar bog'chasi, o'sha poliklinika masalalari. Poliklinika yo'q, o'yingoh, bolalar o'ynaydigan joyimiz yo'q, qilib berilmagan, hech narsa qilinmagan. Shu ahvolda turibdi mana. O'zingiz ko'rib turibsizlar. Hech e'tibordan chetdamiz. Birovi kelib chaqirsak beadres. Keling aka, bu yoqqa keling-da. Endi hozir ba'zi bir aka gapingizni bo'laman, ba'zi bir hududlarga boramizda aholi meni uyimni qurib bersin hokimiyat, uyimni ta'mirlab bersin deyishyapti-da. Yo'q, sizlar aksincha o'sha mahallani, ko'chani obod qilib beringlar deb o'zi aslida
open byudjet bo'lmagan vaqtlari amaki misol uchun siz mahalla raisi bo'lsangiz ham shu prezidentni bir vakilisizda siz ham. Open byudjet bo'lmagan vaqtda bu hokimlikni, davlatni tasarrufida bo'lgan. Chunki bu aholi davlatga soliq to'layapti, o'sha soliqlardan ajratilib qilinadigan holat bo'lganda, endi hozirga kelib mana open byudjet degan narsa paydo bo'ldi. Aholi ko'chaga chiqib o'sha o'zini mahallasini obodonlashtirishi uchun kimlargadir napitka olib beryapti, kimlargadir moy olib beryapti. Men umumiy qilib aytaman, bu poraning bir yangicha ko'rinishida. O'sha narsani bir agar mahallani o'ziga yuzlanib, sizlar nima yordam qilasizlar? Mana biz hokimlikdan mana shunaqa tashabbus qilamiz deb kelsa, mahallani o'zi ham yonib turibdi-da, chiqadi mana shunaqa yordam qilaman deb. Misol uchun, hokimiyatga necha marta bordinglar mana shu yo'l masalasi bo'yicha? 7-8 marta bordi. 7-8 marta. Tuman hokimining o'zi bilan ko'rishdinglarmi? O'zlari bilan ko'rishdik. Nima degan javob beryapti? Bizga bo'ldi, qilib beramiz dedi. Sizlar boraveringlar dedi. Izlaringdan yo'l qurilishni jo'natamiz dedi. Telefon nomerigacha beryapti, lekin yo'q, o'zlari kelmayapti. O'zlari telefonni o'tgan yili, telefonni beradi, lekin ko'tarmaydi ular. ko'tarmaydi. O'tgan yili mana shu yerimizda qanaqa joy mana bu? Mana shu yerda bir yig'ilish bo'ldi. Har juma kuni madaniyat markazi bor. Toshkent viloyat hokimi yig'iladigan joy. O'sha yerga ham bordik. Toshkent viloyatining oldiga uchrashganda kim edi yordamchisi? Qurilish bo'yicha bizani Toshkent viloyati bo'yicha yo'l qurilishi bo'yicha nachalligini oldiga olib bordi, chaqirdi. Mana shunday vaziyat ekan, nima qilasiz? O'rganib chiqamiz dedi. Keldik, boshqa qildik, u qildik, bu qildik. Foydasi yo'q. 2-3 marta 10 marta telefon qildim. Bo'ldi ko'ramiz, bo'ldi ko'ramiz. U yoqda bu yoqda hech rezultat yo'q. Mana shu ko'chamiz. Rais bu, keling, sizga endi hozir bu bevosita siz ham bizda ishtirok etganingiz, siz ham jamoatchilik vakilisizda, o'shaning uchun videoga olaverdim. Mayli, olaversinlar, qarshiligimiz yo'q. Faqat aholini birgalikda eshitsak, mana shu rahbariyat kirishadi. Misol uchun Zoir Toruchga yo'naltiramiz viloyat hokimligiga, ko'rib chiqishsin bu masalani. Ya'ni hadeb hokimiyatga boravermasin demoqchimizda. Endi kechqurundan borib kelganmiz. Hech kim yo'q, hokimiyatga borib, shunday borib qaytganmiz. Nima demoqchisiz, rais bu? Hech kim yo'q demanglarda. Hamma vaqt rahbariyat bo'ladi. Kecha soat 2 dan 5 gacha rahbarimizni yig'ilishi bo'lgan. Shuncha hammasi yig'ilishda bo'lgan. Mana agar men xalqqa bir noto'g'ri bir yomon gap, yolg'on gapni gapirish kerak yo'q. Mana xabarlaring bor. Aka nima dedi? Ahranlar nima dedi? Yig'ilish qoldirildi deb aytdimi bizga? To'g'rimi? Yo'q, mayli, endi ular juma kuni qabul bo'ladi-ku. Qabul yo'q. Qabul yo'q, to'g'ri, qabul. Kecha qabul qilmadi. Qabul bo'lgan, men nima deyapman? Kecha juma kuni respublika prezidentining selektori bo'ldi. Selektorda o'tirdik soat 5 gacha. Endi mana agar xabarlaring bo'lsa, hammalaringni 13-14-var respublika bo'yicha umumxalq hashari, to'g'rimi? Shunaqa bo'ldi. 3 kun, 4 kundan beri hasharga chiqinglar, yordam beringlar deyman. Har bitta mahalla, har bitta ko'cha, har bitta aholi o'zi uyini oldini sipirib, o'zining uyini oldini oqlab, ko'klab, to'g'irlash kerak, to'g'rimi? Asfalt qilib beringlar-da, keyin chipiriladi u. Nima yo'qda. Asfalt bo'lmasa nimani chipiriladi? Ukagilar 100 marta aytdim sizlarga, qilib beringlar. Invalid bolalar, nevaralarim bor, yiqilyapti, boshqa qilyapti. Ha, bo'ldi. Neto gapirdingiz dedingiz o'shanda ham. Ha, o'zlaringda ko'chalarga ichkariga chiqib qilib oldilaring. Hali Hajboy tomonni mahallasigacha ekmatadan asfaltdan qilib, qalin qilib. Ha, bizda hech narsa yo'q mana. Bilib bilmay har narsani Nega gapirmaydi. bilib bilmayman Men otamni uyimda demak qilib oladiganim. Nima deyapsiz o'zingiz? Qayerdan qildilaring bo'lmasa mana? Ha, bu yerda ham planda bor edi o'sha ham. Planda bo'lsa nega qildirmanda o'sha paytda? Men nima aloqam bor bunga? Davlat qilib beradi, sizlar qilib berasizlar. Biz qilib beramizmi? Yo'q, asfaltni men qilmaganman deyapman. Kim qiladi? Sizlar boshliqlarida qiladi o'shalar. Endi bo'ldi, men 1 yil bo'ldi bo'lganim hali. Necha yildan beri bo'lasizlar? Tavba qildim. Nima bo'lganda ham shu ko'chamiz masalasi, xudo xolasa mana hamma jon kuydiryapti. Shaharga yaqinmiz. Hamma joyda remontlar bo'layapti. Open byudjetga kirdilaring, lekin open byudjetda hammalaring yoqqa pul anaqa berib keldilaring, ovoz berib keldilaring-ku. Qani o'sha ish bo'ladi? Bo'lmadi dedi o'sha, bo'lmadi. Bo'lmadi. O'zim billa yurdim shular bilan ovoz yig'ay deb, lekin hammalaring yoqqa ovoz berib keldilaring-ku. Qachon bo'ladi bo'lmasa, hozir bo'lmasa qachon bo'ladi? Qachon bo'ladi Yo'q, mana? tushunib o'tiribman. Endi o'sha aholini ko'chaga yog' berishga sarson qilib yurgan rahbariyat o'ylash kerak bo'lgan muammoda bu. Mana shunaqa bilan ish bitmaydi bu.
Tushunarli. To'g'rimi? Bu birovni uchastkasi deyapsizlar hozir. Keling, mana shu joyda bir isbotiga bir ko'rsataylik. Bu mana nima turba bu? Bu turbani vaqtincha onada kachat qilayotgan suvni olib kilometrga kachat qilib qo'yyapti. Aha. Yo'laqadagi qurilish bo'lyapti-ku. Aha, O'sha yerda aha. zax suv chiqib ketyapti. Shu zax suvni olib chiqib mana bu yoqqa oqizib qo'yibdi hozircha. Yana bir narsa aka, qarang. Biz bir ikki mana rais mahalla raisimizni ham guvohidan o'qiganmiz. U marta yig'ilish bo'ldi. Rais buvani o'zlari ham bo'ldi o'tgan yillarda bo'lganda. Mana shu namunali mahallaga tushgan. Aha. Bizani anaqa qildi, nima deydi? Hozir bir minut gapirtiraman. Boshlarida qo'ydi, hamma narsasini qildi. Kelib boyaga bosadigan mashinasi katoklab chiqib, endi asfaltga kelganda to'xtab qoldi. Mana shu narsaga necha yil bo'ldi? Demak, ya'ni oldin qilinishi kerak bo'lgan. Kerak bo'lgan, lekin mablag' qayerga ketgan? Biz shuni hokimiyatdan kelgan zam hokimiga ham berdik. Mana shunday vaziyat bo'ldi. Shu hamma katok qilib asfaltgacha kelganda nimaga to'xtab qoldi? Shunga davlat pul ajratgan, to'g'rimi? Pul ajratgan. Mana shuni qilib berish kerak bo'lgan. Shu masala bo'yicha nima bo'ldi? Javob beringizlar desa hech kim jim. Bu masala bo'yicha Hozir ayollar ham bir gapirsinchi. Onaxon nima demoqchisiz hozir? Mahalla fondi degan narsa bor. Aha. O'sha mahalla fondiga dabavka qilaylik biz mayli. 500 dan yig'amiz, milliondan yig'amizmi, tashlaylik. Men nevaram o'zi yiqilib, mandlari shiram bo'lib, to'g'risi ham. Necha marta yiqilib tushyapti mana shu yo'lda. Yurib bo'lmaydi. Hali ham quruqchilikda keldinglar sizlar. Yomg'irda, qorda kelinglar. Loy, tizingizgacha loy. To'g'risi ham. O'zi shaharda ishlayman, chiqaman, vlajniy bilan artaman. Chiqaman, Xolajon, bir vlajniy bilan minut artaman. shoshiltiring. To'g'risi ham-da. Loy yomg'irda kelinglar, ko'ringlar sizlar. Hech kimning ishi yo'q. Bu mahalla bilan eng qoloq mahalla bu. Eng qoloq, to'g'risi ham. Men bu yerda asfalt bo'lganda chiqaman. Asfalt bo'lganda chiqdim. 5 ta xonadon chiqdi. 5 ta xonadon qilaylik shuni dedim. Hammamiz bitta yoqqadan bosh chiqarib qilaylik dedim. Bir inson chiqqan yo'q. 5 tagina xonadon chiqdi. Bitta o'zim kuchim yetmadi. Даже hokimiyatgacha borganmiz biz. 10 ta odam Tushuntirman hozir demak, rahbariyat bir qandaydir bir tashabbus qiladigan bo'lsa, hozir mahallani o'zi ham ko'makchi bo'ladi demoqchisizlar-da. Bulardan oldingi rais qilinishi kerak edi. Rais bo'lgan, даже obod mahallaga kirgan bu. Lekin qolib ketdi. Nimaga qayta nariga ko'cha qilinadi? Nega qayta ana birlashgan qilinadi? Nimaga? Nimaga? Asfaltini borib ko'raylik. Qani mana bunday. Vaqt ajratib shaxsan o'zim ko'raman. Mana shundoq, ishonsangiz. Mana shundoq. Bu mahalla biron marta qilinmagan. Biron marta qilinmagan. Biron marta. Mana bu yerda suv o'tkazdi. Agar uyga kirib bo'lmadi. Ishonasizmi? Qandoq uyga kirib, yig'lab chiqqan kunlarimiz bo'ldi. Nevaralarimni yelkamda ko'tarib o'sha katta yo'lga olib chiqdim. Shular botib qolmasin deb. Bosh holatimda. To'g'risi ham. Tushunarli. Bolalar chiqmay qo'ydi o'zi. Qo'rqqanidan bolalar chiqmay qo'ydi. Yiqilaman deb chiqmay qo'ydi. Mana bu yo'lni qaranglar. Yo, o'zi hozir cho'nqir. Yo'q, men uyimda olti o'ynaydi futbol, men haydayman. Bunikiga borib o'ynayman. Hech bo'lmasa bitta maydoncha bo'lsin menimga. Mana kimlardir egallab olgan, rohatini ko'rib yotdi. Mana shu boqqigan odam birovga bir narsasini bermaydi. Bir dona olma bermaydi, bir dona o'rik bermaydi. yo, o'zi bu bog' hozir men yana bir narsani ko'ryapman-da, Visokovoltning tagidan kimdir uchastka qurmoqchi bo'lgan-a. Bu o'sha bo'ldi, qurilmaydimi, qoldimi bu? Ha. Berilmagan. Davlat yeri. Aha. U yo'l ketka ko'raylikchi, o'sha peshkom yuradigan yo'l hozir rais bu aytayaptilar-ki, bu birovning hovlisiga o'tadigan uy bu deyaptilar. Shunaqa birovning hovlisi ochib qo'ygan o'sha odamda. odam aholi o'tish uchun joy ochib qo'ygan. Qani yuraylikchi, o'shani ko'raylik. O'sha aholi qayerdan o'tib qaytyapti? Kelinglar. Albatta, mana bu yo'llardan hozir yura olmayapmiz. Ertaga yog'ingarchilikda menimcha umuman o'tib bo'lmasa kerak. O'tib bo'lmaydi. Hech qanaqa bir sharoit yo'q. Mana ko'rib turibsiz. Juda bir og'ir narsa. Necha 5-6 yildan beri shu ahvol bo'lyapti. Hech bir yordam bo'lmayapti. O'rtoqlar, bu bir Qashqadaryo yo Surxondaryo taraflaridan emas. Bu yo'lni narigi betda bir где-то 100 metr yursak Toshkent shahri Yangi hayot tumaniga kiramiz. Xolam janjal qotdilar.
Ha, faqat majlisvozlik qiladi. Ha, mana hozir mana shu katta yo'lga chiqqanimiz arzimagan. Mana 100 metrdan o'zi 50 metrdan chiqsangiz katta yo'l. Mana shu hamma joy katta mana ahvolni qarang. Aholi hozir yosh bolalar shu yerdan o'tib qaytadi. Kechasi qorong'ida shu yerdan o'tib qaytamiz, boshqa qilamiz, ilojimiz bog'chaga ham shu yerdan o'tadi. ilojimiz yo'q. Shaxsan nevaram olib Keling. bog'chaga ham shu yerdan olib o'tadi. Kelingchi. To'g'risi ham. Yog'ingarchilikda yurib bo'lmadi. Mana kimdir Kuni juda ham qiyin ekan. ha, molxonasi mana. Molxonasidan bundoq o'tamiz. 25-bog'chaga bola nevaramni olib boraman. 6 yoshar nevaramni. 25-bog'cha qayerda u? Uznerda. Naryoqda. Tolqonlik instituti yonida. Sekin yur. Bu yaqin o'rtada o'zi bog'cha yo'qmi? Yo'q, bu mahallada yo'q. O'sha Davlat bog'chalari bo'lsa ham yo'qmi? bog'chasi bo'lsa uzoq. Taxminan necha kilometr chiqadi o'sha davlat bog'chasi? Taxminan qancha chiqadi? 1-2 kilometr, 3 kilometr peshqon chiqadi-da. To'g'risi. Demak, o'sha bolalar yig'lab chiqamiz. bolalarni bog'chaga olib chiq mana o'rtoqlar. Bu yoqqa chiqish uchun mana o'sha bu yog'i Bektemirga ketadigan yo'l. To'ytepaga qarab, bu yoq To'ytepa, Nurafshonga qarab ketadigan yo'l. Ya'ni Toshkent viloyati glavniy yo'l. O'shani yonidagi mahalla mana shunaqa norozi bo'lib chiqishyapti. Nargi tarafimiz Food City bozori. Ya'ni o'sha Toshkent viloyati hokimi bir siz menimcha bu joydan ko'p o'tib qaytsangiz kerak. Mana shu joyga bir yo'lingiz tushganda bir kiring. Menimcha bu tuman hokimligi bu aholining dardini eshitishni xohlamayapti. Ya'ni eshitgan bo'lsa-da, bularni dardiga malham bo'lishi o'sha qiynayotgan masalalarni yillar davomida bartaraf qilish xohlamayotgandek go'yo. Agar obod mahalla dasturiga tushgan bo'lsa, allaqachonlar bu joylar asfalt bo'lib ketgan bo'lish kerak edi. Lekin hozirga kelib nimagadir aynan o'sha obod mahalla dasturida ham yo'q, bir mahallani tashabbusida ham yo'q, bir hokimlikning planida ham yo'q bu yo'llarni asfalt qilish. Oqibatda aholi mana bunaqa tupik joylardan chiqib kelishga majbur bo'lishyapti. Lekin mahalla raislari o'sha har doimgidek hokimlikni xatosini yopish bilan, hokimiyatni xatosini berkitish bilan ovora. Agar mana shu muammo shaklida rahbariyatga yetib borganida, ular ko'pchiligi allaqachon bartaraf bo'lib ketgan bo'lar edi. Lekin o'sha muammoni berkitish bilan, o'sha xatolarni yopish bilan harakat qilayotgan o'sha ba'zi bir mahalla raislari mana shunaqa aholi noroziligiga sabab bo'ladi va bu yara borib gazaga oladi. Keyin butun boshli bir tarmoqqa chiqadi bu masala. Nimani chaqiradi? Nimaga menga aytmasa chaqirdilaringizni vatganlar. Ha, Chaqirganlari endi mahalla raisidan so'rab odam chaqirish kerak ekan bu yoqqa. qilishimiz kerak. Avval mahalla raisiga chiqqanmiz. Hokimga chiqqanmiz. Hokim faqat open budjet deydi. Open budjetda mana masalan 100 Ya aholi soni yetishmasa open budjetga Nima? har safar pul sarflab, misol uchun kimgadir moy olib berib yutqazaversangiz-da, u bolalaringiz rizqini o'sha ko'chadagi insonlarga beraversangiz-da, bu mahalla yana o'sha abgorligicha qolib ketaverish kerak ekanmi degan savolni bermadinglarmi? Nima deysiz mana? Aytyapman, raisda umuman ishi yo'q. Umuman ishi yo'q. Yomonlashmas. Nazaratiga aytaman. Umuman ishi yo'q. Kelib turadimi rais, mahalla raisi bu yoqqa? Mana hurmatli vatandoshlar, ko'ryapsizlar qanaqa ahvolda bolalar maktabga qatnaydi. Bu Saylov qog'ozini ham kimlardandir berib yuboradi. Ichimizga tashlab ketadi. agar skoriylar kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, qayerdan kiradi bu yoqqa? O'sha yo'l. O'sha hozir biza kirib kelgan O'sha yo'l. siz kirib kelgan yo'l bitta skori. Skori keraksa topolmaydi ham. U Aylanib yuraveradi shu yerda. Aylanib yuraveradi. Taksi kirmaydi. Yandex degan narsa bu yerga kirmaydi. 160 ga 100 bo'ldi. Skoriga qiz tushuntiryapti, topib kela olmayapti. Ha. Topib kelmayapti. Bu yoqdan kir deydi, bu yoqdan kir deydi. Men bitta yopib qo'ygan, bunday bardor qo'yib qo'ygan deydi. Aha. Keyin men bu yoqdan kirib keldi. Xullas qon topib kelguncha agar men davleniyam mingga chiqib ketdi. Aslida bizning o'zi aslida birovning yomonlash, birovning aybini topishda maqsadimiz emas. Biz iltimos qilamiz shu ko'chamizni, shu boshqa biz uyimizni, birovning narsasini so'ramayapmiz. Shu xalqning yo'lini qilib bersin. Shu asfalt qilib, lato qo'yib, asfaltlar qilib bersin. Iltimos, shuni iltimos qilib so'rayapmiz. Shuning uchun Hozir chiroqlarni o'zingizlar qo'ygansizlar o'zimiz buni. qo'ydik. Ha, o'zimiz qo'yib, o'zimiz istalban tepasiga chiqarib, o'zimiz shu 10 ta anaqa qo'yib qo'ydik. berishga Kelishma. Yo'q.
bittasiga qo'yaman 200 mingdan chiqib qo'yib beraman dedi bittasini. Tuman elektrisitetni o'zi qo'yishga vakolati yo'q ekanmi? Yo'q, shuni o'zimiz qo'ydik keyin. O'zimiz qo'ydik. Demak, hurmatli hokim, bu masalani albatta sizga yo'naltiramiz. Avvalo tuman hokimi mana shu mahallani o'ziga kelib, bir kesillar. nima sababdan open byudjetga tushmaganligi, nima uchun o'sha mahalla dasturida, o'sha obod mahalla dasturida qilinmaganligi va hozirda mana open byudjetga qo'yib beryapmiz deyapsizlar. Aholi pulini sarflab birovga moy olib beradi, napitka olib beradi, boshqa qiladi, pul beradida, lekin ovoz to'plolmaganidan keyin o'sha to'lagan puliga ham kuyadi. Oqibatda bularning oilaviy byudjetiga hokimiyatda o'sha xatosi sababli zarar yetyapti. Aksincha siz ko'mak berishingiz kerakligini, o'sha mana shu mahallani hududini o'ziga kelib, siz axborot xizmatingiz bor, davlatdan oylik olyapti. Bloger bir joyga borsa, bir masalani o'rganib sizga yo'naltirilsa, ana jo'natyapsiz-ku akalarni, nima qilibdi ekan, qancha kelibdi ekan, nima bo'libdi ekan deb. O'sha axborot xizmatingizni jo'nating, kelib o'rgansin aholining murojaatini. Mayli tarmoqqa chiqarmasin, olib borib o'zingizga qo'yib bersin o'sha davlat jihozlab bergan hokimiyatlarni. Mana olib borib o'rganinglar, mana o'shandagina bir xalqqa xizmat ko'rsatish bo'ladi. Mahallani mana shu 1 kilometr qancha 400 metr qolgan joy, hamma joyi qilib bo'lgan. Endi biz hech kim borsa o'ziga ham 3-4 marta bordi hokim o'ziga. Borgan vaqtimizda aytdi, o'zim bilaman qolgan joylarni dedi. Lekin qilaman deganim 4-5 yil o'tib ketyapti. Ya'ni bu joyni qolganligini o'zi biladi. Ha, necha hokimiyatga borgan odamlar o'sha olamdan ham o'tib ketdi-da. To'g'risini aytsam, bir nechtalar qo'shnilarimiz olamdan ham o'tib ketdi. Ya'ni o'sha hokimning oldiga borgan insonlar. Ha, borgan inson olamdan ham o'tib ketdi o'sha. Ano, bir joyda bor-ku, qarzimni 50% dan qutuldim deydi. Uzoq yashashingiz siri nimada desa, shu men odamlardan qarz olib qaytarib bermayman deydi. Nimaga desa, yaqinda qutuldim desa, qachon qanaqa qaytarib berdingiz desa, o'lib ketishdi deydi-ku. Uzoq yashagan. Texnika kelmaganiga sog'da o'ldi. Bu endi albatta o'sha tuman hokimligi, viloyat hokimligini xalqning oldidagi qarzi deb hisoblayman. Agar o'sha obod mahalla dasturiga tushgan bo'lsa, o'sha dastur asosida qilinmagan bo'lsa, bu xalqning oldidagi qarzi deb hisoblayman. Bo'ldi, bo'lmasam Avvaldan qolganda bu. avvaldan qolib kelgan. Yana bir ta'jublantiradigan bu mana shahar hududiga yaqin bo'lganligi, Pashti Toshkent shahrini Qo'yliq bir qadam joy. Yangi O'zbekiston dedi. Biz hokimga borgan edik. O'rtacha chiq tumaniga kirmaysizlar o'sha dedi. Aha. Yangi O'zbekistonga kirasizlar dedi. Hali o'tmaydi. Endi Yangi O'zbekistonga murojaat qilasizlar dedi. Xo'p, Yangi O'zbekistonga Qatarga o'tmasa, qo'la, Yangi O'zbekistonga o'tmasa, propiska bu yoqda turgan bo'lsa, unda mahalla qayerga qarasin? Ki qaysi hokimlikka borsin? Orasotda qolgandir, kim biladi? O'rtacha chiqa boradi-da, qayerqa boradi? O'rtada qolgandir-da, kim biladi? lekin nalog bo'lsa, gazdan qarzi bo'lsa, svetdan qarzi bo'lsa, yugurib kelishadi o'rtacha chiroqliklar. Bu tabiiy To'lab holat. qo'ydi. Tabiiy holat. Bo'ldi, bo'lmasam fondi qatga ketyapti, shuni bilmoqchimiz. Mahalla fondini kompyuter deydi, u deydi, bu deydi. Qani mahalla fondi? mahalla rais nima deyapti? Blogeri bekor chaqirdinglar deyapti. Men bilan urushib ketdi. Nima deydi? Nega neto aytdingiz, neto gapiryapsiz deydi. Nega neto gapiraman dedi. Mana O'rniga qo'ydi. deydi, eshigini tegini supurgin desam, ne supurmaysan? 3 kundan beri yalinaman hammangga deydi. Avval asfalt qilib qo'y, keyin shipirlar o'tlarni yuladi. Asfalt bo'lmasa nima qiladi uni? Hali yig'ishtirib boshqa qilib. Asfalt qilsin chiroyli qilib, undan keyin u yoqni tozalaydi, boshqa qiladi. Qilamiz deb rais turish kerak hozir. Nimaga ketib qoldi?